Assalomu alaykum. San'at dunyosi qarov loyihasi yana sizlar bilan. Bugun ikkinchi son, birinchi sonni sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Bugun bir o'zimman. Operator ikkalamiz kelishgan holatda Azizani xonaga berkitib keldik. Bugun bir o'zim olib boraman. Qo'rqitib yuborsin qozonni. Senga bir narsa bo'lganmi? Kunga kirgan bo'lsa o'qitib yuborib o'zingni. O'yladingiz-da, ko'rsatuvni bir o'zim olib boraman deb. Chuchvarani xom sanabsiz. Kim chiqarib yubordi sizni? O'tgan safargi mag'lubiyat ancha og'irlik qildi-ya sizga. Qanday jur'at etdinglar bu ish qilishga? Kim chiqarib yubordi? Operator. Hali ishonmagin do'stingga somon tiqar postingga. Hazlar. Har kimga ham ishonavermang. Marhamat. Azizlar, san'at dunyosida qarov loyihasining ikkinchi soni. Ha, ikkinchi soni va yana biz bugun 2 ekanmiz. Shunday ekan, boshlanishdan kelishib olishimiz kerak. O'tgan safar mag'lub bo'lganimdan keyin oxirida berishdi menga shart. Bu safar boshidayoq kelishib olamiz. Yarim litrli Pepsini bitta ko'targan holatda ichishingizga to'g'ri keladi. Men bilmadim. Loyihani boshlashga biz tayyormiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Ikkinchi son. Qani ketdik. Ketdik. Biz ishtirokchimizga o'zi muxlislik qilayotgan xonandaning qo'shig'ini qo'yib beramiz va u musiqasidan qaysi qo'shiq ekanligini topishi lozim bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. 1 daqiqa vaqtingizni olamiz. O'zbek san'atkorlaridan kimni tinglaysiz? Shohir Xurayevov aka. Yorone, juda ham to'g'ri. Eminemni eshitaman. Mockingbird-mi? Tanish eshitaman, lekin nomini bilmadim. Malikam. Qo'yin. Boshimdan olib tursin bilan. Qaraveringlar. Yomg'irlar. To'g'ri. Yo'q. Bluetooth so'rab ko'ring, mana go'stlarimizdan so'rab. Qaysi san'atkor Yo'q, ko'proq qo'y. eshitasiz? Men shu savolga javob bering, bo'ldi. Yo'q bo'lsa yo'q. Yomg'ir? Qaysi qo'shiqchini ko'proq tinglayapsiz? Yo'q, qo'shiq eshitmayman. Qaysi qo'shiq eshitib kelyapsiz-ku? Boshqa narsa bu. Nahotki. Qaysi qo'shig'i? G'iybatchilarning g'iybati bu. Oqlarim sizga yetmas. Qaysi o'zbek san'atkorini ko'proq tinglayapsiz? Eshitmaganman. Qaysi qo'shig'i? Oyijon. Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev. Hamma qo'shiqlarini bilasiz-a? Qaysi qo'shig'i? Qaysi qo'shig'i? Nomi esimda yo'q. Top olmadingiz-a? Jaloliddin Ahmadaliyev. Sal pastroq qo'ying, вообще baland bo'lib ketib qoldi. Zebojon-u, to'g'rimi? Biz sizga hozir 3 ta shart beramiz. Mana shu 3 ta shartdan o'ta olsangiz, sizni ajoyib sovg'a kutib turibdi. Tayyormisiz? Assalomu alaykum. Tag'in yuksak madaniyatning uydagan sharafli nom uchun kurashyapmiz. Dahshat, bu dahshat. Ha, tayyorman. O'zbek san'atkorlaridan kimni tinglaysiz? Yulduz Usmonova. O'zbek san'atkorlaridan kimni tinglayapsiz? O'zbek san'atkorlaridan Xurshid Rasulov, Bahodir Mamatjonov. Xurshid Rasulov. Tayyorsiz-a? Marhamat. Yostig'im bag'rida soching tolasi. Birinchi yor.
Shamotlar g'urbat shahridan. Shamo? Hozirgi kunda qaysi san'atkorni ko'proq eshityapsiz? Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini Biz ishtirokchiga qo'shiq matnini ko'rsatamiz va ishtirokchi karaoke qilishiga to'g'ri keladi. Uch kunlari sovuq shamol uchirar qo'llarini. Shu kunda biz tanishdik yopiray. Jumlalarni, so'zlarni qarang-a. va birga bo'lishni xohlar edik. Oshiq yurak ishq deb halak duch keldi. Oxir men kutgan malak, baxtimdan darak. Hijron bekor dil, umidvor o'ziga. Tanho bo'lsam o'zim, yor aylab baxtiyor. Bolam bo'ldi-da endi. Boshqa hunaring yo'qmi senda? Tor ko'chaning tor yo'lchasida sevganim bor, ey bir kulbasida. U menga mos, men esa unga. Yuragimning o'sha egasida. Qishlog'imdagi bitta telbani neda sevaman-da. Qasam kerak bo'lsa, qo'lingdan keladimi? Hozir borib sevib kel. Bu pishmas savdomi deb yuboraman. Chorasiz qolganda ishq bozorida. Umidvorlik qalbi tilka poraman. Mayli telba denglar, mayli devona. Nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor. Esingdami seni qish kunlari, sovuq shamollar uchirar qo'llarni. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Ko'chaning tor yo'lchasida sevgani bor, er ko'chasida. U menga mos, men esa unga. Yuragimning o'sha esida. 3-shart. Biz qo'shiq matnini she'r qilib aytib beramiz va ishtirokchi bu qaysi qo'shiq ekanligi va uning muallifini topishi kerak bo'ladi. Muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulni mehrini tutganing rostmi? Bu muhabbat deb atalar, uning dardi bedavodir. Na kecha kunduzi bordur, unda teng shohu gadodir. Ulug'bek Rahmatulloh. To'ppa to'g'ri, ajoyib. Mana birinchi g'olib bo'lgan inson. Siz 3 ta shartdan ham juda ajoyib tarzda o'tdingiz, yosh bo'lishlariga qaramasdan va bizda ajoyib sovg'a mavjud. Bizning logotipimiz tushirilgan. Mana bu stakan san'at dunyosi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Karaoke loyihasi ishtiroki uchun katta rahmat. Rahmat. Ko'zlari xumorim, kel yonimga kela qol. Yuzlari oppog'im, kelib bir umrga qol. Ummonmi? Topdingiz. Bizni YouTube, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingiz mumkin. Rahmat ishtiroki uchun. Muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulni mehrini tutganing rostmi? Topsangiz sovg'a bor. Hozir to'xtab turing, hozir. Muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulning mehrini tutganing rostmi? Adashmasam Samandar Hamroqul. Tabriklaymiz. Siz topdingiz. 3-shartimizda ham g'olib bo'ldingiz va sizga maxsus logotipimiz tushirilgan sovrinni taqdim etamiz. Rahmat kattakon ishtirok uchun. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Aynan san'at dunyosi, Karaoke loyihasi. Yo'llaringga termulib o'tar uzun yillarim, yuragimni ko'ndirib ketaverar sirlarim. Nahot his etmas yuraging dil to'la dardlarim, nahot qadrsiz bo'lsa aytilgan bu gaplarim. Juda ham mashhur. Hozir aytsam, deysiz. Jahongir Otajonov. Yo'q. Aytaveray-a. Alisher Uzoqov. Bu muhabbat deb atalar, uning dardi bedavodir. Na kecha kunduzi bordir, unda teng shohu gadodir. Juda ham mashhur qo'shiq bo'lgan paytida
Yo'q. Topolmadingiz a? Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi Bemor qo'shig'i. Bu muhabbat deb atalar, uning dardi bedavodir, na kecha kunduzi bordir, unda teng shohi gadodir. Ulug'bek Rahmatullayev. Qoyil. Muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulni mehrini tutganing rostmi? Qaysi san'atkor tomonidan aytilgan bu qo'shiq? Uchinchi shart, g'olib bo'lsangiz sizni sovg'a kutib turibdi. O'ylab javob. Necha daqiqa javob o'ylanib ko'rsa bo'ladi? Necha daqiqa o'ylamoqchisiz? 20. Kutishingiz mumkin. 20. Nima? Variantlar bor? Variantlar bor. Alisher Uzoqov, Samandar Hamraqulov, Ulug'bek Rahmatullayev. A variant. A variant. Alisher Uzoqov deb o'ylayapsiz, a? Afsuski, noto'g'ri. Bu Samandar Hamraqulov tomonidan kuylangan sevgi fazosi qo'shig'i edi. Yo'llaringga termulib o'tar uzun yillarim. Yuragimni ko'ndirib ketaverar sirlarim. Nahot his etmas yuraging dil to'la dardlarim. Nahot qadrsiz bo'lsa aytilgan bu gaplarim. Boshqasi yo'q? Boshqa Yo'q. Shahar berdingiz a? Alisher Uzoqov tomonidan kuylangan nahotki shu bo'lsa sevgi deb nomlangan qo'shiq. Mana sizlar ko'rib turganingizdek Qaroq loyihasini ikkinchi soni ham ajoyib tarzda o'tdi. Nima deysiz? Albatta ajoyib bo'lmasligi mumkinmi? Axir bugun sizni Pepsi, ya'ni yana men g'olib bo'ldim. Yana mag'lubiyatni biz boshimizdan kechirmoqdamiz. Na iloj. Keyingi safar bizni muxlislar, keyingi safar bizni kuzatuvchilar yanada faolroq bo'lishadi degan umiddamiz. Afsuski bu safar mag'lub bo'ldik va Aybni kuzatuvchilarga to'nkamang. Ayb sizda. xo'p bo'ladi va shartga muvofiq Pepsini bitta ko'tarishda ichish kerak edi. Marhamat janob. Aha. Uzmasdan ichamiz. Shartni to'liq bajaring. Voy, iching. Rosa ko'rdim, enam ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Voy, nahotki Och qorinman, oshqozonimga yetib keldi. baribir ichasiz. Och qoringa Pepsi ichish zararli.